1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Bunga yetib bo'lmaydi. Umidjon, bu uymi, maktabmi bu deganlarga albatta bu uy. Assalomu alaykum, Umid Rashidov kanali kuzatuvchilari. Buni hozir men o'lchab chiqansam metram adashmayapti, to'g'risi. Uy qurilgan, xullas 2 xo'jalikmi, 3 xo'jalikka o'zimizda Qiziriq tumanidagi To'lqin akamizda Gipki Kamin mahsulotidan 410 kvadrat xonadonda hozir Gipki Kamin bilan fasadlarni chiroyli qilib berishyapti. Juda ko'p kishi Muzrabotdan Umidjon bo'lsin, faqat Qiziriqdan chiqarasiz, Denovdan chiqarasiz, boshqa joylardan chiqarasiz, Muzrabotga kelmay qoldingiz deganlar uchun biz bugun Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Peter bozorida yonidamiz, ya'ni Savedobodda. Xullas, kim agar mana shunday fasadlarni qildirmoqchi bo'lsa, ayni vaqtda ustalarimiz mana shu yerda ishlashyapti. Pastda nomerlar qoldiramiz. Narxlari va qanday tartibda qilinadi sizga qiziq bo'lsa, albatta videoni oxirigacha ko'ring. Videoni ko'rishdan oldin esa bittadan moshina qilib like deb bosib qo'ysangiz, sizlarga narxlarni yana ham bonus qilib beriladi. Bemalol telefon qilasiz, Surxondaryo bo'ylab xizmatlar amalga oshiriladi. Mana shu yerda ko'rib turgan fasadingiz aytganimizdek opshi holatda 410 kvadrat. Albatta buni To'lqin akamizning o'zlari sizlarga to'liq ma'lumot beradi va ichkarida ustalar ishlashyapti. Ish jarayonidan ham qisqacha ma'lumot bo'ladi. Boshladik videomizni. Mana o'rtoqlar, uyni uzunligi 45 metr. 45 metr uzun uy ko'rganmisiz? 3 xo'jalikka mo'ljallangan deyishyapti. Hozir ichkarida ustalar ishlashyapti. Bitta ichkaridan ham sizlarga ma'lumotlar beramiz. Qanday chiqyapti, o'zlaringiz bitta baho berasizlar keyin. Mana To'lqin akamizning o'zi ham shu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli Umid Rashidov kanali obunachilari va bizni kuzatib boruvchilar. Mana bugun yana bir bor keldik. Muzrabot tumaniga keldik, Savedobodga. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumaniga keldik. Navbahor mahallasi. Navbahorga keldik. Peter bozorida yoni. Hamma tanisa kerak, jahon taniydi menimcha Peter bozorni. Peter bozori yoniga keldik. Bu uyimiz ham mana shu hozirgi trendga chiqqan 3 xil rangdagi fasonlardan qilinyapti. Umidjon, menimcha shu fasonimiz juda ko'p uylarni qildik. Orada qancha uylarimiz ham tushira olmadik videoga. Yana bir shuni chiqaraylik deb nima qildik. Ko'rmaganlar uchun o'zingizda Telegram, YouTube kanallaringiz bor. Surxonstroy YouTube kanalimiz bor. Surxonstroy o'zi bor, Surxonstroy ikkisi bor. Hozircha Surxonstroy ikkisini yurityapmiz. Surxonstroyning o'zi kanalimizda ayrim sabablarga ko'ra kodini yo'qotib qo'ydik, xullas. Telegramda ham Surxonstroy Telegram gruppalarimiz bor, kanallarimiz bor. To'liq qayerda ish bo'lyapti, kuzatib borsa bo'ladi. To'liq kuzatib borsa bo'ladi, qayerda ish bo'layotganini. Har doimgidek mana shu Gipki Kamin fasad aboylarimiz. Bu xonadonimiz общий sokurlari bilan bo'layapti. 410 kvadratlik xonadon. Ana. Bobo do'ppini otgan ekansizda. Yashang. Mana xonadon egalari ham shu yerda. Hozir suhbatlarni olamiz, xudo xolasa. Ustalarning ishi qanday bo'lyapti? Qolganlar ham bilish kerak-da. Zakaz qiluvchilar. Shunday. Mana ayvonlari, uyda oldida hozir ish bo'lyapti. Mana bu ikkita xo'jalikka moslashgan xonadonda. Ikkita xo'jalikka? Men 3 ta xo'jalikda uyda ko'rib. Bu yoqdan alohida darvozaxona bor ekan-da. Bu yoqdan addil darvoza, bu yoqdan addil darvoza. Men buncha uyda ko'rib 3 kishi edi. Muzrabotda yer katta-da. Mana bu yoqda ish bo'lyapti. Usta akalar, assalomu alaykum, hormaysizlar. Charchash yo'qmi? Yashanglar. Mana o'rtoqlar, tagidan kraskalar urilgan, Gipkamin yopishtiryapti. Yopishtirish jarayonlarini oldingi videomizda Jarqo'rg'ondan ham ko'rsatganmiz. Menimcha ancha kishi o'rganib oldi o'zi. O'rganib oldi. Materiallarni ham ko'rdik. Eng qizig'i qarang, bu materialni olib uyda egalar o'zlari yopishtirayotgan uylarimiz ham bor. Biz materialni yetkazib beryapmiz, o'zlari oilaviy yopishtirayotganlar ham bor. Ayrim kelinlar yopishtirayotgan uylar ham bor. Tushundingmi? Albatta. Keyingi videolarda chiqaramiz shu joylarni. Qarang. Necha puldan olishyapti materialni o'zlari? Material 50 mingdan dastavkasi bilan qilib beryapmiz. O'zlari yopishtirib olyapti. O'rgatib qo'yyapmiz. Yana o'rgatish bepul. Bu o'zimizda qilib berish xizmatlarimiz har doimgidek 85 ming, 90 ming bo'lyapti. Hamma mahsulot ichida. Hamma mahsulotimiz ichida. Hamma narsasi mana. Kraskalar faqat nima olib beradi uydagilar? Uyda egasi ustalarga choy non beradi, ovqatini beradi. Lesani olib beradi. Bir kamplik, 2 kamplik lesa bo'ldi. Qolgan hamma narsa shu pul ichida ketadi. Lesani ham jahon bozori mana bunday katta ob'yemlarga
Jahon bozoridan borib 800 mingga 2 komplet olsa, birdan o'zlariga yoniga ham qoladi. Arenda pulisini o'ziga lesa beradi. Shunday, arenda puli ham uncha ko'p bo'lmaydi, 10 ming, 8 ming bitta lesa bir kunga. Endi bu uyimiz katta bo'lgani uchun ancha cho'zildi, 10 kunlar bo'ldi. Bitta lesa 10 kundan oshyapti. Maydaroq uylarga ko'pga cho'zilmaydi. Shunday, ha. Bari keyingi qurilishlarga menimcha kerak bo'ladi. Mana uylarimiz sog'lom holatda bo'lgan. Tunikafon xizmatlari uchun alohida yana ustalarimiz bor. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu tomonlarni ham bitta o'zim sizlarga obzorcha qilib beraman. Mana shu holatda sotib olmoqchi bo'lganlar o'zlari yopishtiraman desa, To'lqin akamiz aytgandek 50 ming yetkazib beriladi va o'rgatiladi. Agarda shundoq o'zingiz musofirda bo'lsangiz yoki qiladigan ustalaringiz bo'lmasa, bemalol shuni zakaz qilsangiz borib qilib berishadi. Plus yana agarda naqd pul yo'qlarga muddatli to'lov ham bor. Muddatli to'lovga ham bemalol qildirsangiz bo'ladi. Muddatli to'lovda o'rtoqlar bitta plus tomoni siz naqd pulingiz bo'lmasa qildirib olib keyin etap bo'lib to'lashingiz mumkin. Kvadrati narxi o'sha narxda qoladi, faqat bankda foizi lekin qo'shiladi. Endi 1 yilga masalan bo'lib to'lagandan keyin buni hamma yaxshi biladi, pul inflyatsiyasi ham bor. O'shaning hisobidan bankda o'zini foizi qo'shiladi. Shu tomonlarni hisobga olib zakaz qilasizlar. Bu ham bir qulaylik menimcha naqd pul yo'qlarga. Kimdir o'ylashi mumkin qimmatga tushadi, lekin naqd pul bo'lmagandan keyin to'y qilish to'g'ri keladi, biron tadbiringiz bo'lsa, bemalol bu menimcha qulay variant bo'ladi. Endi birinchi marta ko'rayotganlar uchun qisqacha ma'lumot yana aytib o'tib ketaman. Tarkibi nima Umidjon deganlarga? Tarkibi mramorni toshlarni har xil mana qora, kulrang, sariq va har xil ranglar berib fasad yaratishadi. Tagidagi mana bu yopishib turgan narsa bu stekloxolist hisoblanadi. Bu stekloxolistni juda ko'p kishi yaxshi biladi. Shpatlovkalarni tagidan Rossiyalarda, asosan Rossiyada, Toshkentlarda ham ko'p yopishtirishadi. Buni ustiga mana shu mramor toshlarni har xil ranglar berib yopishtirishadi va mana bu pastida devorni kraska qilib, kraskaning ustidan aboyni kley bilan mana shu ham yopishtiriladi. Piva kley deganim aboyni kley deyman. Piva kley bilan yopishtiriladi. Buni turlari juda ko'p. Agar telefon qilsangiz, Telegramdan sizga kataloglarni tashlab berishadi, tanlab olasizlar. Mana Tunikafon xizmatlari uchun esa Faxriddin do'stimiz bor. Faxriddinga zakaz qilsangiz, Tunikafon xizmatlari ham bor. Chiroyli fasonlarda qilib berishadi. Kanalimizni kuzatib borsangiz, darvoza kerak bo'lsa, darvoza bor, gipki kamin kerak bo'lsa, gipki kamin bor, Tunikafon bor, qurilish qilish uchun nima kerak bo'lsa, hammasi bor. Yog'och kerak bo'lsa, yog'och ham bor. Kanalimizda hamma narsa bor. Obuna bo'lib qo'yish kerak va chiqarib bo'layotgan videolardan prosta tak bahra olish kerak. Kerak bo'lsa foydalanib qolish kerak. Bitta moshina laykni bosib, albatta kuzatib boringizlar. Rahmat e'tibor uchun. Fasadlarga ehtiyoj bo'lsa, albatta nomerlarga aloqaga chiqasizlar.